To'g'ri nafas olish organizm uchun juda ham muhim hisoblanadi. Nafas olib chiqarganimizda butun ichki organlarimiz, umurtqalarimiz, suyaklarimiz hammasi harakatga keladi. Agar nafas olib chiqarganimizda ular harakatga kelmay, ya'ni tormozlanib qolgan bo'lsa, bu organizmdagi buzilishlarni keltirib chiqaradi. Nafas olganimizda faqat ko'krak qafasimiz bilan emas, qorinni ham ishtirok etilgan holatda nafas olishimiz kerak. Shunda ko'krak qafasi va qorin o'rtasidagi diafragma harakatga keladi va nafasimiz, o'pkamiz to'liq havo bilan to'yinadi. O'pkangizning qanchalik nafas bilan to'yinishi, ya'ni havo bilan to'yinishini tekshirmoqchi bo'lsangiz, bu test orqali aniqlash mumkin. Bunda yashil nuqtaga kelganimizda chuqur nafas olib to'xtatamiz. Yashil nuqtaga kelganda, yashil nuqtadan keyin nuqta pastga qarab harakatlana boshlaydi va 80 yosh, 60 yosh, 40 yosh, 20 yosh bularda nafasingiz ushlab turasiz. Qachon nafasingizni ushlab turishni to'xtatib chiqarib olganingizda nuqtacha qaysi yoshga to'g'ri keladigan bo'lsa, sizning nafas olish, o'pkangizda havo ushlab turish normangiz o'sha yoshga to'g'ri keladi. Bu sxema nafas olishi o'sha yoshdagilarda o'rtacha bo'lganlardan olingan. Ya'ni o'pka sig'imi kattaroq bo'ladigan bo'lsa, nafas mashqini bajarib yurgan odam bundan ko'ra ancha ko'proq natijaga erishishi mumkin. Hozir mana shu nafas testini sizlar bilan birgalikda bajarib ko'ramiz. Birinchi chuqur nafas olamiz. Yashil nuqtaga kelganda nafas olishni to'xtatamiz. Agar sizning natijangiz o'zingizning yoshingizdan past ko'rsatkichni belgilagan bo'lsa, yetarlicha havo ushlab tura olmagan bo'lsangiz, xavotir olmang. Hozir ko'rsatadigan mashqim bu nafas olishingizni juda yaxshilab beradi. Nafas mashqimiz 3 qismdan iborat bo'ladi. Birinchi qismda chuqur nafas olamiz va nafas olib bo'lgandan keyin yana nafas chiqarmasdan o'pkamizga qo'shimcha havo kiritishga harakat qilamiz. Ya'ni bu mashqda oxirigacha nafas olamiz, keyin yana ozgina nafas o'pkaga nafas kiritishga harakat qilamiz. Bunda ochilmagan alveollar, ya'ni o'pkadagi havo to'plovchi pufakchalar yana ham ochilib kengayadi va o'sha kengaygan holatda nafas olishga moslashadi. Bu mashqni 33 marta bajaramiz. Nafas olishning ikkinchi mashqi nafas olamiz chuqur va nafasimizni ushlab turamiz. Bunda sekundomerga qarab turganimiz ma'qul. Ya'ni birinchi nafas olib ushlab turganimizda 1 minut ushlab turadigan bo'lsak, ikkinchisida 1 minutdan sal oshiqroq ushlab turishga, 1 minutda 2 sekund, 1 sekund bo'lsa ham ortiqroq ushlab turishga harakat qilamiz. Uchinchisida yana 1 sekund ortiqroq, to'rtinchisida yana 1 sekund. Mana shunaqa 1 sekunddan ortiqroq ushlab turishga harakat qilishimizni o'zida kerakli natijaga erishishimiz mumkin. Ya'ni nafas olamiz. Mana shu holatda ushlab turamiz. Sekundomerga qarab qancha vaqt ushlab tura olamiz. 33 marta mana shu holatni bajaramiz. Uchinchi mashqimiz nafas olamiz, keyin to'liq oxirigacha nafas chiqaramiz va nafas chiqargan holatda ushlab turamiz. Ya'ni nafas olmasdan turamiz. Buni uzoq vaqt turib bo'lmaydi. 10 sekund, 15 sekund hammada har xil. Bunda ham sekundomerga qarab iloji boricha mashqqa o'tganimizda uzoqroq ushlab turishga harakat qilamiz. Ya'ni nafas olamiz, chiqaramiz, ushlab turamiz. Mana shu tartibda 33 marta bajariladi. Tasbih kabi 33 marta bajariladi. Agar bu mashqni kuniga bir marotaba bajarib turadigan bo'lsangiz,
bir haftani ichida nafas olish, alveollarda nafas aylanishi, havo aylanishi sezilarli darajada oshadi. Men bu mashqni bajarishdan oldin nafas olishimni sekundomerga qarab nafas olganimda 7 sekund davomida nafas olardim. Ya'ni olishim 7 sekundgacha borar edi. 15 kun, 20 kun mashqdan keyin tekshirib ko'rganimda nafas olishimni o'zi 25 sekundga yetdi. Ya'ni bu sezilarli darajadagi natija hisoblanadi.